Nodira begimdek oqila, Uvaysidek bokira, ignida atlasiyu, boshida do'ppisi bilan o'zbegimning go'zalligini olamga yoyotgan lobar dilbar go'zal qizlar. Hurmatli opa-singillar, bugun 8-mart bayrami hammangizga muborak bo'lsin. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xodimlari, biz sizlarni hammangizni 8-mart ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. В этот светлый весенний праздник хочется поздравить от всей души с Международным женским днем и пожелать бесценных вещей. Это здоровья, любви и просто женского счастья. С 8 марта, дорогие дамы!